Nega aynan Koreya tanlandi? Qanday xatoliklarni yo'l qo'ymaslik, umuman olganda iqtisodiyotni barqaror trayektoriyaga olib chiqish borasidagi tajribasi nuqtai nazaridan ushbu davlat tanlandi. Markaziy bank faqat ma'lumot yetkazib beruvchi rolini bajardimi yoki ilmiy gipotezalarni shakllantirishda ham faol ishtirok etdimi? Maqsad bitta, O'zbekiston iqtisodiyoti uchun uni hozirgi kundagi pozitsiyasi, bizani kuchli va zaif bo'lgan tomonlarimiz, umuman tashqi barqarorlikni ta'minlashda O'zbekistonda qaysi fundamental omillarga tayanishimiz kerak? Ushbu tadqiqotlar valyuta bozorini tartibga solishda aynan qaysi qarorlarni qayta ko'rib chiqishga undaydi? Hammamiz bilamiz, 2017-yildan boshlab valyuta kursini bozor mexanizmlari asosida shakllanishi, eksport-import operatsiyalarini bemalol amalga oshirish kabi islohotlar tubdan o'zgarish ro'y berdi iqtisodiyotimizda. Assalomu alaykum. Inside dasturining yana bir sonini e'tiboringizga taqdim etamiz. Eslatib o'taman, bugungi suhbatdoshimiz Markaziy bankning valyutani tartibga solish va to'lov balansi departamenti direktori Otabek Tojiddinov bo'ladilar. Inside loyihasiga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Bugungi Inside dasturida Koreya Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi markaziy banklari o'rtasida amalga oshirilgan qo'shma tadqiqot natijalari bo'yicha suhbatlashamiz. Nega aynan Koreya tanlandi? Koreya universitetlari bilan hamkorlik qilish bu tasodif emas deyishadi. Aynan Koreya ilmiy maktabining qaysi yondashuvi Markaziy bank uchun strategik jihatdan ahamiyatli bo'ldi deyish mumkin? O'sha Koreya Markaziy banki va Koreya universitetlari professorlari bilan tanlangan mavzu, ular bilan bu tadqiqotni o'tkazish va ushbu mavzu tanlanishi bejiz emas, chunki Koreya iqtisodiyoti o'z rivojlanishi yo'lida katta o'zgarishlarni, ma'lum bir daraja inqirozlarni ham ko'p ko'rgan. Rivojlanish davomida bu o'sha Osiyo inqirozi 1997-98 yillar davomida va jahon moliyaviy inqirozi 2008-2009 mazkur inqirozlar paytida tashqi sektorda va to'lov balansida bo'layotgan o'zgarishlar, qanday xatoliklarni yo'l qo'ymaslik va umuman olganda iqtisodiyotni barqaror trayektoriyaga olib chiqish borasidagi tajribasi nuqtai nazaridan ushbu davlat tanlandi va bu birinchi sabab. Va ikkinchi sabab, Koreya Markaziy banki bilan juda bir yaxshi iliq hamkorlik rishtalari o'rnatilgan va bu mavzumiz, bu dasturimiz har yili amalga oshiriladi. O'sha bilimlar almashuv dasturi, Knowledge Partnership Program deyiladi va so'nggi o'sha tadqiqot mavzusi aynan shu tashqi sektor statistika, tashqi sektordagi o'zgarishlarga bag'ishlangan bo'ldi. Keling tadqiqotni ichki oshxonasiga ham nazar tashlasak, umuman ushbu tadqiqotlarda Markaziy bank faqat ma'lumot yetkazib beruvchi rolini bajardimi yoki ilmiy gipotezalarni shakllantirishda ham faol ishtirok etdimi? Albatta, tadqiqot deganda bu qo'shma tadqiqot tarzida amalga oshirildi. Ya'ni O'zbekiston Markaziy bankida shakllangan, umuman o'sha davlat idoralarida shakllangan tashqi sektorga oid ma'lumotlar bilan qatnashgan bir tomondan Markaziy bank, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank xodimlari, ekspertlari va albatta o'sha Koreyani Markaziy bank va professorlar tomonidan ilmiy va nazariy, ya'ni empirik tadqiqotni amalga oshirish doirasida birgalikda shu kooperatsiya, qo'shma nima deydi, izlanishlar, adabiyotni ko'rish va iqtisodiy nazariyadan kelib chiqqan holda albatta ushbu modellarni o'sha Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan qo'llaniladigan uslubiyatlar asosida birgalikda ekspertlar tomonidan bu empirik tadqiqot amalga oshirdi. Ya'ni faqatgina ma'lumot yetkazib beruvchi emas, balki izlanishlarni olib borib va ularni talqin qilishda ham o'zimizni ekspertlar ham juda faol ishtirok etdi. Koreyalik olimlar uchun O'zbekiston iqtisodiyotining aynan qaysi jihatlari hayratlanarli bo'ldi deyish mumkin? Bilasizmi, umuman olganda o'sha iqtisodiy tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, ularda ham xuddi biz kabi endi dunyoga ochilayotgan payti ular duch kelgan chaqiriqlar yoki iqtisodiyotdagi bo'lgan kuzatilgan nomutanosibliklar, fiskal siyosatda deymizmi yoki o'sha tashqi sektordagi deymizmi, juda o'xshash jihatlari
bo'ldi va bir tomonlama, ikkinchi tomonlama olib qaraganda madaniy shu almashinuv, umuman madaniyatimizdagi urf odatlarimiz Osiyoda joylashgan davlat-ku baribir. va bir-birimizga shu juda iliq munosabatda bo'lib, tadqiqotimizni yanada bir yuqori ruhda olib borishga va bir-birimizni o'sha yarim so'z orqali ham tushunib, yanada shu tadqiqotni kuchaytirishga izlanish jarayonida juda bizga asqotdi va yordam berdi. Ilmiy muhokamalar davomida Markaziy bank pozitsiyasiga qarshi bo'lgan holatlar ham bo'ldimi? Yoki bu qarshi bo'lgan taqdirda ham qanday qaror qabul qilindi yakunda? Albatta, bilasizmi, umuman shu tadqiqot, ayniqsa shu empirik tadqiqot amalga oshiriladigan payti har xil teoriyalar, har xil gipotezalar o'rtaga tashlanadi. Bu albatta gipotezalarni tekshirish, ularni verifikatsiya qilish, olimlar tomonidan yoki o'sha nazariyada aniqlangan, belgilangan bir qonun-qoidalar amaliyotda har doim ham ishlamasligi mumkin. Shu nuqtai nazardan albatta bu diskussiyalar juda qizg'in bo'ldi, lekin umumiy olganda maqsad bitta va umuman tahlil natijalari O'zbekiston iqtisodiyoti uchun uni hozirgi kundagi pozitsiyasi, bizani kuchli va zaif bo'lgan tomonlarimiz, umuman tashqi barqarorlikni ta'minlashda O'zbekistonda qaysi fundamental omillarga tayanishimiz kerak degan savollar o'rtaga tashlanganda, albatta butun jamoa ham Koreya ham O'zbek tomonidan ham juda bir iliq va samarali bir faoliyat amalga oshirib, tadqiqotni muvaffaqiyatli yakuniga yetkazdi. Ushbu tadqiqotlar valyuta bozorini tartibga solishda aynan qaysi qarorlarni qayta ko'rib chiqishga undaydi? Tadqiqot natijalari umuman olganda bir necha yo'nalishga bo'lib ajratsak bo'ladi. Bularning ichida o'sha tashqi sektorda yoki to'lov balansida, O'zbekistonni to'lov balansida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlar. Albatta bilamizki, O'zbekiston iqtisodiyoti o'sha jahon xomashyo yoki moliya bozorlariga qanchalik integratsiya bo'lar ekan, va albatta juda quvonarli holat, lekin shu bilan birga o'sha geosiyosiy vaziyat yoki tashqi moliya xomashyo bozorlaridagi bo'lgan tebranishlar va noaniqliklar bizga ham O'zbekiston iqtisodiyotiga ham ta'sir darajasini kuchaytiradi. Bu nuqtai nazardan Koreyada ham ushbu jarayonlardan o'tib inqiroz paytlari, o'sha to'lov balansi inqirozi yuzaga kelgan paytlari, ularning milliy valyutasi won qadrsizlanganligi, inflyatsiya darajasi oshganligi, fiskal, ya'ni byudjet defitsiti bilan joriy operatsiyalar hisobi defitsiti birgalikda kuzatilganligi holati, ya'ni fenomen shunaqa bor iqtisodiyotda, egizak defitsitlar, twin defitsit deyiladi. Shu nuqtai nazardan mana shu chaqiriqlar oqibatida Koreya hukumati, Koreya Markaziy banki o'zini oldindan tayyorlab borish va tashqi barqarorlik indekslar va boshqa bir ko'rsatkichlarni shakllantirgan holda oldindan shu shoklarni bartaraf etishga yo'naltirilgan tizim yaratishga muvaffaq bo'lgan. Bu early warning system deyiladi. Butun o'sha makroiqtisodiy indikatorlarni o'z ichiga mujassam qilib, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni oldindan ko'ra bilish. Va buning ichida albatta shu valyuta siyosati, rezident va norezident o'rtasidagi amalga oshiriladigan valyuta operatsiyalariga ma'lum bir nuqtai nazardan miqdoriy cheklov yoki prudensial nuqtai nazardan deymiz, o'sha makroprudensial choralarni qo'llash nuqtai nazaridan tavsiyalar ham berildi. Bu uzoq qisqa bo'lgan muddatli siyosat olib borish jarayonida ham o'z ifodasini topadi. Agar shu tadqiqot natijalari 5-7 yil oldin o'tkazilganda, hozirgi valyuta siyosatini manzarasi boshqacha bo'lgan bo'larmidi? Deyarli yo'q, chunki O'zbekistonda amalga oshirilayotgan o'sha valyuta siyosati hammamiz bilamiz, 2017-yildan boshlab joriy hisob, joriy operatsiyalarga joriy operatsiya erkinlashtirilganligi, valyuta kursini bozor mexanizmlari asosida shakllanishi, eksport import operatsiyalarini bemalol amalga oshirish kabi islohotlar amalga oshirishi tubdan o'zgarish ro'y berdi iqtisodiyotimizda. Shu kabi yo'nalishlarda va shu kabi bosqichlardan Koreya iqtisodiyoti ham o'tgan.
Albatta ularda bu juda bir uzoq bir muddat davomida amalga oshirilgan. 70-yillardan boshlab valyuta siyosati va umuman pul kredit siyosatini takomillashtirib borish, makro o'sha prudensial choralarni joriy etib borish nuqtai nazaridan juda bir yo'llarimiz o'xshash, lekin biz o'zimizga bir juda yaxshi bir maqsad, pirovard maqsad qo'yganmiz. Ushbu yo'lni tezroq va muvaffaqiyatliroq, lekin shu bilan birga yo'qotishlar yoki qanaqadir bir sho'xlarsiz o'tkazishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz va bu borada albatta xorijiy tajribani o'rganish juda bir muhim ahamiyat kasb etadi. Valyuta barqarorligi yoki o'sha tashqi hisob kitoblar jihatdan ushbu tadqiqot natijalari oddiy aholi uchun, fuqarolar uchun qanchalik ahamiyatli bo'lishi mumkin? Oddiy fuqarolarimizga keladigan bo'lsak, bu tadqiqot umuman olganda makroiqtisodiy holatni ko'rsatib beradi mamlakatni. Buni albatta kundalik hayotimizda valyuta kursini o'zgarishi, inflyatsiya darajasi, umuman olganda O'zbekiston o'z mamlakat sifatida tashqi majburiyatlarni o'z vaqtida bajara olishi va bu orqali boshqa transmission mexanizmlar orqali iqtisodiyotda nomuvofiqliklar yuzaga kelishi mumkinligi nuqtai nazaridan kuzatish mumkin. Lekin hozir masalan hozirgi holatga qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda 25-yil juda bir sermahsul yil bo'ldi. Ham iqtisodiy o'sish nuqtai nazaridan, ham tashqi savdomizni, aylanmamizni oshishi nuqtai nazaridan, ham O'zbekistonga kirib kelayotgan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar, portfel investitsiyalar va boshqa mablag'larni kirib kelishi, investorlarni, reyting agentliklarni O'zbekiston iqtisodiyotiga bo'lgan ishonchini oshishi albatta bu quvonarli holat va oddiy aholi bu o'zgarishlarni o'zini imkoniyatlarini, ya'ni iste'mol talabini to'liq ro'yobga chiqarish orqali o'z kundalik hayotida sezadi. Ya'ni siz bemalol O'zbekistondan turib Italiyada ishlab chiqarilgan yoki deylik Xitoy Respublikasida ishlab chiqarilgan tovar va mahsulotlarni bemalol xarid qilishingiz, ularni buyurtma qilishingiz yoki tadbirkorlarimiz yuqori qo'shilgan qiymat tovarlarni ishlab chiqarish uchun chet eldan o'ziga kerak bo'lgan uskuna, dastgohlarni bemalol turib mablag'larni konvertatsiya qilgan holda o'tkazishi va ular orqali O'zbekistonga texnologiyalar, yangi o'sha uskunalar kirib kelishi orqali kundalik hayotimizda bu narsa namoyon bo'ladi. Tadqiqotlar muhim, ayniqsa ilmiy tadqiqotlar. Agar bugundan masalan yangi tadqiqot boshlaydigan bo'lsak, siz shaxsan o'sha qaysi muammoni bank tizimidagi bo'ladimi yo iqtisodiyot sohasidagi ilmiy jihatdan tadqiq qilishni zarur deb hisoblagan bo'lardingiz? Bilasizmi, har bir bosqichda, iqtisodiy rivojlanish bosqichida turli mavzular o'zini dolzarbligini albatta ko'rsatib boradi. Deylik 8-10 yil avval bugun oldimizda turgan pirovard maqsad, ustuvor vazifalar unchalik muhim yoki shunchalik kuchli tarzda bizani oldimizga masalan vazifalar qo'yilmasdi. Lekin toki O'zbekiston rivojlanar ekan, iqtisodiyotimiz o'sib borar ekan, albatta bu bizlarni xalqaro valyuta zaxiralarimiz deymizmi yoki boshqa bir iqtisodiy indikator, makroiqtisodiy ko'rsatkichlarimiz deymizmi, ularga ma'lum bir darajada ta'sirchanlik darajasi ham oshadi. Bu shu nuqtai nazardan O'zbekistonni o'sha xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi, asosiy savdo hamkorlari bilan savdo hajmlarimiz yanada oshishi kelgusi yillarda O'zbekiston uchun bir nima deydi, buffer vazifasini bajaruvchi shu xalqaro valyuta zaxiralarimiz va tashqi shoklardan, ya'ni shu asosiy savdo hamkorlarimiz yoki boshqa hamkorlarimizning valyutalarni tebranishi yoki O'zbekistonning milliy valyutani barqarorligini ta'minlash nuqtai nazaridan xorijiy markaziy banklar bilan swap operatsiyalarini amalga oshirish va swap shartnomalarini tuzish
yoki xalqaro hamjamiyat oldida O'zbekistonni makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni yoki boshqa statistik ko'rsatkichlarni transparentligini ta'minlash orqali ularga to'liq ma'lumot yetkazib berish, ya'ni ochiq siyosat, o'sha siyosiy iroda va umuman butun dunyo bilan muloqot qilishga tayyor bo'lgan mamlakat sifatida shu xalqaro arenaga to'liq kirib kelish va uni manfaatlaridan to'liq imkoniyatlardan to'liq manfaat bo'lish maqsadida albatta oldimizga qo'ygan vazifalarni juda bir ehtiyotkorlik bilan iqtisodiy qarorlarimizni asoslangan empirik tadqiqotlarga, izlanishlarga asoslangan holda qabul qilishimiz, ya'ni pragmatik iqtisodiy siyosatni to'liq ravishda ro'yobga chiqarib amalga oshirishimiz zarur bo'ladi. Ushbu tadqiqot Koreya Respublikasi, ya'ni Janubiy Koreya Respublikasi bilan olib borilgan. Agarda biz bu tadqiqotni Markaziy bank, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki g'arb mamlakatlari yoki bo'lmasam o'sha dengiz orti mamlakat hisoblangan AQSh bilan olib borganimizda edi yoki Britaniya bilan bu qanday manzara kasb etgan bo'lardi deb o'ylaysiz? Shu kabi tadqiqotlarni, izlanishlarni albatta rivojlangan markaziy banklar bilan o'tkazish juda muhim, chunki boshqa davlatlarni, qo'shni davlatlar bo'ladimi yoki o'sha g'arb davlatlari bo'ladimi, ularning tajribasidan o'rganish bu juda muhim. Qaysidir davlatlar o'z tarixi davomida, iqtisodiy rivojlanish davomida yo'l qo'ygan kamchiliklari yoki xatoliklarni qaytarmaslik nuqtai nazaridan. Lekin O'zbekiston uchun hozirgi davrda maksimal darajada o'zini iqtisodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish maqsadida albatta o'zimiz kabi rivojlanayotgan davlat sifatida yo'lini boshlab, hozir endi rivojlangan davlatlar o'sha yuqori daromadli yoki o'rta daromadli mamlakatlar kabi shu markaziy banklar, o'sha davlatdagi tadqiqot institutlari bilan amalga oshirish ushbu mavzuga o'xshash nuqtai nazar tadqiqotlarni juda muhim. Chunki o'xshash jihatlari ko'p bo'ladi. Hozirgi o'sha bosqichimizdagi bo'lgan maksimal darajada o'zimizga kerakli saboqlarni olgan bo'lamiz. Ushbu tadqiqotlar O'zbekiston Markaziy bankini xalqaro maydonda qanday yangi bosqichga olib chiqdi deyish mumkin? Endi bu savolingizga javob berish uchun albatta tadqiqot natijalariga yuzlanishimiz kerak. Qisqacha aytadigan bo'lsam, o'sha tashqi sektorda asosiy O'zbekistonni makroiqtisodiy holatini va umuman olganda tashqi dunyo bilan bo'ladigan aloqalarni barometri sifatida o'sha to'lov balansi va uni joriy operatsiyalar hisobi ko'rsatib beradi. Bu ayrim bir mamlakatlarda manfiy, ayrim musbat saldo bilan shakllanadi. O'zbekistonda so'nggi 8 yil davomida manfiy saldo bilan shakllangan joriy hisob. Bu qaysidir ma'noda odamlarni cho'chishi yoki yomon bir holat sifatida baholanishi mumkin, lekin ochiq o'sha kichik iqtisodiyot sifatida O'zbekistonni rivojlanish hozir pallasida bo'lganligi, O'zbekistonga nafaqat ichki investitsiyalar, balki shu tashqi xorijiy sarmoyalar kirib kelish orqali importimizning yuqori bo'lishi, ishlab chiqarish hajmlarining oshishi, umuman olganda iqtisodiyotda yillar davomida saqlanib kelgan va hozir ro'yobga chiqarilayotgan institutsion chanqoqlikni to'liq ravishda qoplash maqsadida ushbu voqelikni, ushbu fenomenni biz kuzatib turibmiz, lekin bundan cho'chish kerak emas. Chunki iqtisodiy o'sish davom etayotgan, faol davom etgan bir paytda bu normal holat. Shu nuqtai nazardan hozirgi davrda O'zbekiston maksimal darajada o'zini tashqi shoklarga yoki tashqi barqarorligini maksimal darajada shakllantirib, instrumentlarni ishlab chiqishga ahamiyat qaratish kerak. Tadqiqot mazkur ko'rsatkichni o'sha joriy operatsiyalar hisobini va uni haqiqatda amalda bo'lgan ko'rsatkichini deylik va uni neytral, ya'ni O'zbekiston uchun hozirgi sharoitda maqbul bo'lgan darajasini hisob-kitob va baholashga qaratildi. Bunda deylik 24-yil uchun amaldagi joriy hisob saldosi 4,7% ni tashkil etgan bo'lsa, maqbul neytral me'yor 3,1% ni tashkil etdi. Ya'ni o'sha o'rtadagi tafovut buni endi
o'sha lakmus qog'ozi deymiz, ya'ni iqtisodiyotda mavjud bo'lgan nomutanosiblikni ko'rsatib beruvchi daraja. Lekin O'zbekiston uchun Koreya mana olimlari tomonidan ham bildirilgan fikr shundan iborat bo'ldiki, hozirgi faol, tez integratsiya bo'lib borayotgan iqtisodiyot uchun bu normal holat. Lekin mazkur tafovutni umuman iqtisodiy nazariyada tashqi barqarorlik indeksi deb nomlashadi, vulnerability index deyiladi. Va bu indeks maksimal darajada o'sha iqtisodiyotni, mamlakatni tashqi shoklarga bo'lgan ta'sirchanlik darajasini ko'rsatuvchi birlamchi bir indikatorlardan hisoblanadi. Va umuman olganda endi tadqiqotga yana bir yuzlanadigan bo'lsak, to'lov balansini hozirgi holati va uni joriy operatsiya hisobini hozirgi holatini aniqlashda va unga ta'sir etuvchi siklik yoki fundamental omillarni hisob-kitob qilishda 18 ta parametr, indikator tanlab olinib, ularni har birini ta'sir darajasi o'rganildi. Ya'ni tashqi balansimizga qanchalik har bir indikator muhim. Bu indikatorlarning ichida nimalar bor edi? Iqtisodiy o'sish, aholi o'sishi, soni o'sishi, xalqaro pul o'tkazmalari, fiskal defitsitlik holati, sog'liqni saqlashga ajratilayotgan xarajatlar va shu kabi boshqa bir qator makro iqtisodiy indikatorlar. Va bu indikatorlarni umumiy olganda reallikka maksimal darajada yaqinlashtirish va empirik nuqtai nazardan bilan ta'sirini baholashda 52 ta mamlakat o'rta ko'rsatkichlar olinib, o'sha ekonomik modelga moslashtirildi. Va bu umuman bu uslubiyat orqali hisoblash juda keng tarqalgan uslubiyat hisoblanadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan ishlab chiqilgan External Balance Assessment, ya'ni EBA Light model asosida amalga oshirildi. Otabek, mazmunli va qiziqarli suhbat uchun sizga o'z tashakkurimizni bildiramiz. Eslatib o'taman, bugungi suhbatdoshimiz Markaziy bankning valyutani tartibga solish va to'lov balansi departamenti direktori Otabek Tojiddinov bo'ldilar. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.